Hyundai i30 mashinamiz tayyor bo'ldi. Bu Kia Sonet'ga o'xshagan 4 silindrli 8 ta injektorli MP motor. Bunga original italyanskiy Lavato bordinasi bilan propan установка qilib berdik. Reduktorlari Lavato italyanskiy original, pagnet shillar, monograziy filtr, hamma joyini idealni qilib установка qilib berdik. Albatta chiqarmaydigan izotermik trubkalar bilan. Arqa qismi 47 litrli balon bo'ldi. Zapaskan o'rnida 47 litrli balon bilan ko'tarishning imkoni bo'lmadi. Zapaskan qo'yib qo'ydilar. Idealni qilib установка qilib berdik. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga Vladimir Tangazga murojaat qilaverasizlar. Mana ichkarida Botir kompyuterlarni qilyapti. Idealni qilib, garantiyali qilib o'rnatib beramiz. Xizmatlar bo'yicha pastki nomerga telefon qilaverasizlar.